Allah'ım şu 4 farzandım için yordam berishlarini so'rayman. Şu farzandlarim için Allah'ım otasi bosh bo'lsin, to'ylarida, ma'rakalarida. Yolg'iz qizim uchun. Aziz Allohning rahmatiga, jamoliga, jannatiga ertmoqchi bo'lgan saxovatpeshalar, oxiratda umid borlar uchun qilinayotgan video. 4 ta bolasi bor. Akamiz 2016dan beri puli yo'qligidan jigar seryozi bilan aziyat chekib keladi. Mana shu bir ayol qayerda ishlaysiz o'zingiz? Maktabda dars beradi, o'qituvchi. Ha? Bir yil endi diplom olaman. O'rta maqsadim shu ketgacha. Voy, mashalloh. Mana bitta ayol, buni farzandlari o'qiydigan, bilim oladigan paytda madikorlikka chiqib, g'ish qo'yib qilib, mana shu otasining qo'lidan kelgancha yashab qolish uchun harakat qilib kelishayotgan edi. Hozir endi oxirgi etaplarga kelib qolgan, kecha borib aynsada qorindagi suvlarni, narsalarni oldirib kelgan. Hozir zudlik bilan Hindistonga yubormasak bo'lmaydi. Siz birgina ehsoningiz bilan uyingizga keladigan 1000 balodan qutulasiz va oxiratga zaxira qilasiz. Undan tashqari mana shu 4 ta bolani yetim bo'lib qolmasligida siz sababchi bo'lasiz. Bir ayol beva qolib ketmasligida sababchi bo'lasiz. U gapni eshitganingizga qancha bo'ldi? U jigarda almashtirish deganini. Oldin ham so'rab yurardim. 6 oy oldin shu birinchi marta operatsiya bo'lgandan keyin so'radim. Qarang, bizga almashtirish shart emasmi deb murojaat qilganimda, yo'q, hozircha shart emas, imkoniyatinglar ham yo'q ekan, farzandlaringiz yosh, xudo xohlasa donor ham yo'q deyishdi. Bolalaringiz hali oyoqqa turmagan, aka-ukalar yo'q ekan, donorni qayerdan topasizlar? Agarda dedi, o'zimiz aytamiz zarur bo'lsa deyishdi o'sha paytda. Keyin ikkinchi marta operatsiyadan keyin endi qildirmasalaring bo'lmaydi, uchinchi martasini ko'tara olmaydi deyishdi. O'zim donor bo'lmoqchiman, shu farzandlarimni otasi oyoqqa turishini xohlayman, chunki o'zim onasiz katta bo'lganman. O'zim yetimlikda otam bo'lgan, otam to'g'ri juda yaxshi qaradilar, hech narsaga muhtoj qilmadi, lekin baribir onamning o'rnini hech kim bosib bera olmasdi. Hammasi yaxshi. Shu tufayli mana shu farzandlarim uchun otasini sog'ayishini, oyoqqa turishini xohlayman. Iltimos, yordam bering. 2016-2017da dastlab bilindi. Lekin u payt yengil ko'rinish ekan, men ko'p ahamiyat bermabman-da. Va yuraveribman, ishlab, bayon bola chaqa boshqa. O'zi siz bitta o'g'il ekansiz. Bitta o'g'il. Ota-onadan ham erta yetim qolib ketgan ekansiz. Aka-uka yo'q yordam beradigan. Yo'q. Siz haqiqiy haqdor odamsiz. Xudo xolasa xalqim qarab turmaydi. Rahmat. Yosh boshingdan o'qishlaring nima bo'ldi? O'qishlarim yaxshi bo'ladi. Qilyapsanmi? Okay. Kelajakda kim bo'lmoqchisan? Fajarni. Birinchi o'rinda mana shu videoni jo'nash tugmasini bosib minglab insonlarga yuboring. Kommentariyaga saxovatpeshalarini chorlang. Undan tashqari ushbu videoni storyingizga qo'ying. Mana shu oilaga bog'langan kartalarni qo'yamiz. Hozir firibgarlar ko'payib ketgan. Bizni videomizni kesib olib, videolarga boshqa kartalarni qo'yib olishi mumkin. O'shaning uchun doim men ehson qo'ygan videomni oxirigacha ko'ring. Hozir kartalarning ism familiyasini aytib chiqamiz. Birinchi, ayollar Norqo'ziyeva shoira, ayollar nomiga ochilgan karta. Ikkinchisi mana 18 yoshga to'lgan o'g'illari Shamchixulov Adham. Singlisiga Norqo'ziyeva Marhabo. Yana kuyovlari Xolmirzayev Abdunabi. Undan keyin yaqinlari Gapar va Naima. Aynan mana shu kartalar chiqsagina keyin ehson qiling. Endi aziz vatandoshlar, biz nima uchun kartalarni ko'pgina qo'yamiz? Bitta kartada 100 ta SMS bor. 100 pul solgandan keyin avtomatik blokka tushadi. Bugungi kun limit tugaydi. Kechasi 12 dan keyin yangi limit ochiladi. Iltimos, kartani boshqa harakat qilyapsizlarda, pastdagilarga pul solmayapsizlar, pastdagilar limitga tushyapti, tepadagi limit tushyapti-da, telefon qilib, karta ishlamayapti. Yo'q. Siz hammasiga harakat qiling. Hammasiga tushira olmayapsizmi? Demak, hammasi limitga tushgan. Kechasi 12:00 dan keyin kartalarimiz yana ochiladi. Aziz vatandoshlar, har safar aytyapman, bizda summa katta, kamida $30,000. Undan oshganiga Hindistonda ikkita qolib ketgan bemorlarimiz bor. Bittasiga $3,000, bittasiga $7,000. O'shanaqalarga beramiz 30,000 dan oshganini. O'shaning uchun iltimos 5,000, 10,000, 20,000 mayda summa bilan to'ldirib qo'ymang. Bu katta summa. Undan ko'ra siz videoni tarqatib, savobga ega bo'lganingiz yaxshiroq deb o'ylayman. Bugun 9-iyul, haftaning payshanba kuni
ertaga 10-iyul juma kuni soat 9:00 gacha ehsonimiz ochildi. Yana Toshkent shahrida ko'ryapsizlar, har hafta bizga naqd pul berguvchi homiylari safi kengayib bormoqda. Mana shu safga tadbirkorlarni taklif qilaman. Siz ham qo'shiling. Quyidagi rasmdagi turgan Mohira singlimiz shahar bo'ylab ishxonangizdan qayerdan bo'lsa ham borib, lakasa tashlab bersangiz yig'ib keladi. Quyidagi raqamni shaxsan o'zim o'tiraman. Iltimos boshqa vajlar bilan bezovta qilmang. Mana shu insonni yashab qolishining yo'lini to'sib, mana shu bolalarning yetim bo'lib qolishiga sababchi bo'lib qolmang. Qani aziz vatandoshlar, biz 24 soat ichida bu oiladan tashqari boshqa bemorlarning yashasida ham siz bilan sababchi bo'laylik. Hasbinallohu ni'mal vakil, la havla va la quvvata illa billah, aliyul azim.